Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Төәндә тәфсилий мәзмунны диктыңларга sunumuz. Birleşken Devletler Teşkilatı mutaxassislari Xitoyning atalmish Şinjongdagi bolalarni oilasidan majburiy ayirib etish va til siyosati majburiy assimilyatsiya qilish xatirini elib keladi degan. Birleşken Devletler Teşkilatı xabar torining 26 sentabr kunidagi xabariga qaraganda, Birleşken Devletler Teşkilatı mutaxassislari Uyg'ur bolalarini oilasidan majburiy elib ketishga doir uchurlarni topshirib olgan bo'lib, atalmish Şinjongning davlat qaramog'idagi yataqliq maktab sistemasining Uyg'ur va boshqa Turkiya xalq bolalarini ota-ona oilasidan, jamiyatdan majburiy ayirib, ona tilida tarbiyalanishiga imkon bermaslik, shu orqali oila va jamiyatga ziyon selishdek assimilyatsiya yurgizish qilmishining ko'rinarli darajada kengaytirilganligiga aloqador ayblashlarga qarata qattiq andisha his qilganligini aytib, atalmish Şinjongdagi yataqliq maktablarning hammasi Xitoy tilida ta'lim-tarbiya berganligi, Uyg'urchaning intayin az qo'llanilganligi va hech qo'llanilmaganligidan, Xitoy tili va Xitoy madaniyati bo'yicha yetishtirilganlikdan Uyg'ur va boshqa Turkiya xalq bolalarining oilasidan ayrilishining majburiy assimilyatsiya qilinishga yo'l ochadiganligidan ansiraymiz. Bolalarning ota-onalari tutqun qilingan, bolalar yetim bola deb qaralib, davlatning butun kunlik yataqliq maktablariga o'rinlashtirilib, Xitoy tili bilan tarbiyalangan, oilasi yoki jamiyat bilan intayin az uchrashgan. Bu ahvol muqarrar holda bolalarni oilasi, kulturi, dini va tildan tamoman ayiradi degan. Xabar qilinishicha, bu yataqliq maktabda ishlaydigan o'qituvchilar Xitoy tilidan boshqa tilda dars o'tsa jazolanadi ekan. Mutaxassislar yana yaqinqi yillarda atalmish Şinjongdagi musulmon turk bolalari o'rinlashtirilgan yataqliq maktab sonining shiddat bilan ko'payishi va Uyg'ur tili va boshqa Xitoy asonliq millat tili deb atalgan til orqali ta'lim-tarbiya beriladigan ma'ruf Xitoy va yerlik maktablarning taqilishi haqida qisqacha tushuncha bergan. Yaponiya Bosh ministri Fumio Kishida eng oxirgi kabinet almashtirishida xalqaro inson haqlari bo'yicha maxsus maslahatchisining vazifasini bekor qilgan. Tanqidchilar buning dunyoga xato uchur beradiganligini aytishgan. Asahi Shimbun xabar torining 26 sentabr kunidagi xabarida aytilishicha, Kishida hokimiyat beshidagi Liberal Demokrat partiyaning 2021 yil sentabrdagi saylov mezgilida Hong Kongdagi va Uyg'urlar duch kelgan inson haqlari dafsanchiligiga qarshi turishda sog'lom qadam bosadiganligi haqida va'da bergan ekan. Ammo 2 hafta ilgari kabinetni almashtirganda bu va'dasini amaldan qoldirgan. 2021 yil noyabrda kabinetni shakllantirganda sobiq mudofaa ministri Gen Nakatanini bu o'ringa tayinlagan ekan. Kabinet qonuni bo'yicha bosh ministr 5 asosiy maslahatchini tayinlasa bo'ladi ekan. 12 sentabr kuni o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'inida ichki kabinetning bosh kotibi Hirokazu Matsuno bu o'rinning nima uchun qoldirilganligi haqidagi savolga javob berib, bosh ministrning uning ehtiyojiga asosan mas'uliyat doirasi, xodim tanlash va tayinlash vaqti qatorliqlar haqida qaror chiqaradiganligini aytgan. Kishilik huquq masalasida ishlagan advokat, o'qituvchi parlament a'zosi Shiyuri Kanno Kishidaning qarori xalqaroga xato uchur avatiladi. Rossiyaning Ukrainadagi urush jinoyati va Xitoyning kishilik huquqni bostirishdan tortib, xalqaro jamiyat bilan texmo qo'yiq hamkorlashish kerak degan. Iqtisodiy bexatarlik mutaxassisi Egata Yaponiyaning Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik qilmishi to'g'risida munozara qilishni boshlatmaganligini aytib, garchi Yaponiya g'arb davlatlari bilan hamkorlashib, bu masalani hal qilishda boshlamchi bo'lishi kerak turug'liq orqada qoldi degan. Nakatanining rahbarligida hukumat 2022 yil 9 oyda kishilik huquq ahvolini inchiklash to'g'risida yetakchi fikr turg'izgan. Bu belgilama ostida shirkatlarning ta'minlovchilarning kishilik huquqqa daxldoruz qilganligini tekshirishi va yaxshilashidan umid bor ekan. Hukumat yana 2023 yil 4 oyda hukumatning seçilish turlariga taklif berganlarni kishilik huquqqa hurmat qilishga tashviq qilgan bir siyosatni uyg'un ko'rib, ma'qullikdan o'tkazgan. Yaponiya yana sanoatlashgan 7 demokratik guruhning birdan-bir a'zosi bo'lgan ahvol ostidami, uningda kishilik huquq dafsanchiligiga chetishliq chet ellik shaxs va chet ellik tashkilotlarga qarata mulkni to'g'ritish va kirishni cheklash qatorliq jazo yurgizish qonuni yo'q ekan. Erkinlikka talpingan bir irlandiyalikning ayni chog'dagi yurak so'zi. Xonimlar, apandilar, kuchliklar oqibat ojizlarning qo'lida halok bo'ladi. Sizlar ojiz millatlarning ro'yi dunyosidagi g'alyanni tushunmaysizlar. Balki tushunishni xohlamaysizlar. Sizlarni tushunishga majburlaydigan radikal bir kuch o'tirg'a chiqmoqcha, o'zanglar xon, o'zanglar bek davr sursizlar.
Sizlar İrlandiya tuprog'ini go'yo Angliyadan ko'chirib kelgandek xohlagancha idora qilasizlar, dafsanda qilasizlar. O'zinglarning askariy kuchiga, diplomatiya kuchiga tayanib, bizni yeb tugatmoqchi bo'lasizlar. Agar biz taqdirga tan bersak, ya'ni o'zimizning ojizligini mutlaqlashtirib, quvvatinglarga taslim bo'lsak, qarshiliklarımızdan angliq yoki ongsiz ravishda voz kechsak, bizni haqiqatanmi mushuk bolasini yegandek yeb tashlaysizlar. Biroq bu oqibat irlandiyaliklarda milliy iroda butunlay o'lganda amalga oshadi. Bugun bu vatanda ojiz bo'lsa-mu, tarqoq bo'lsa-mu, oz bo'lsa-mu, mustaqil Irlandiya davlati uchun qon to'kib kurash qilayotganlar mavjud. Kurash irodasidan ayrilmagan millat aman bir kuni dushmani ustidan g'olib keladi. Sizlar meni terrorist atab tutish buyrug'i chiqargan 60-yillari men asli terrorist emas edim. Erkin Irlandiya tashkilotimi terrorist tashkilot emas edi. Terrorizm ojizlarning eng kuchli quroli. Men o chaqlarda terrorizmning irlandiyaliklarning qo'lida qolgan va kerak keladigan birdan-bir qurol ekanligini texi bilishga ulgurmagan edim. Erkin Irlandiya tashkiloti ichida radikal kuchlarga qaraganda tinchlikparvarlar asosiy iqimni egallaydi. Birileri Irlandiyaning asosiy qonuniga va avtonomiyalik qonunlariga tayanib, huquqlarimizni kapolatga ega qilishimiz kerak desa, birileri Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mezonlariga tayanib turib, Irlandiyaning taqdirini tinch hal qilish kerak deydi. Yana birlari qo'pib, xalqaro inson haqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarning kuchiga tayanib, jamoat fikri orqali Britaniya imperiyasiga besim ishlatib, mustaqillik visolimizga yetishimiz kerak deydi. Men bu tashkilotda 5 yil aktiv xizmat ishlash jarayonida tinchlik yo'lini tanlab olgan bu vatanparvarlarimizning madaniy inqiloblaridan biror natija hosil bo'layotganligini ko'rmadim. Ularning tayanmoqchi bo'lganlari balkim 3000-yillarda himmat ko'rsatadigan saviya va kuchga erisha oladigan organlar bo'lsa kerak. 20-asr, 21-asrlar kostyum burulki bilan inqilob qilish davri asla emas ekan. Xonimlar, apandilar, dadam Kanay rakiga giribdor bo'lib o'lib ketishdan 3 kun burun qo'limni tutib turib mundaq dedi. O'g'lim, men sening nima ishlarni qilayotganligingdan butunlay xabarsiz emas. Sen erkin Irlandiya uchun kurash qilish yo'lini tanlabsa, aslida sen oliy bilim yurtlarida ilm tahsil qiladigan yosh quramidagi bir bolasan. Texi amdili 20 ga kirgan eding. Jon bilan o'ynashadigan bu yo'ldan seni to'sib qilishga vicdonim unimidi. Manga o'xshash butun umrini mo'min quldek shukr qanoti bilan o'tkazgan namrat bir inson bo'lib xorliq ichida yashashdan, vatan uchun jonini qurbon qilgan bir qahramon bo'lib o'lib ketish albatta sharafli. Irlandiyaning mustaqilligini hamma ota-ona xohlaydi. Ammo bu yo'lda badal to'lagichining o'z farzandi bo'lishini ko'p ota-onalar xohlamaydi. Ota-ona uchun farzand ana shunday qadrli. Biroq vatanning mustaqilligining uningdanmi qadrli ekanligini tortgan azob-uqubatlari kunda ming qatim ko'zga tiqib tursimi ko'rmasga selib yashaydigan g'ururi yanchilgan ota-onalarning farzandlarining texmi g'urursiz, texmi baxtsiz bo'lib qoladiganligini o'ylaganimda o'zimni o sapga qo'shqim keldi. Men sendan rozi. Vatan uchun o'lish naqadar iftixorliq-a? Dadamning roziligiga erishganligim hayotimdagi eng zo'r boyliqqa, madadga erishganligim bo'ldi. O'ltirib qopsa inglizlarga qarshi turib foyda qilib bo'lmaydi. Inglizlar hozir dunyodagi eng kuchli qavmning biri. Askariy quvvat, moliya quvvatida tengdoshsiz bir xalq. Ahmaq odamlar tuxumni toshga uradi deydigan dadam bilan sakrat oldidagi dadam bir-biriga zotila faqatla o'xshamaydi. Aslida mo'min siyoqidagi bechora dadalarimiz, qulsifat mazlum onalarimiz mustamlikaning dardini yetkicha tortib ro'yi sungan arvohlarga aylanib qolgandek qilsimi, qalbining cho'nqurga ko'mib qo'ygan o'rlikka bo'lgan tashnalik, zulmga bo'lgan g'azab uchqunlarini faqat va faqat farzandlarining hayotligi uchunla yushirib yashaydi ekan. Qarmoqqa Buyuk Britaniyaning amr farmonlariga itoatmanlik bilan bo'ysunmagandek ko'ringan buyuklarimizning yuragida oxirgi nafsigacha ichki qarshiliklar lavuldab kuyib turdi ekan. Ammo o'zlari vatan uchun jon berishga petinolmaganni ozdab, farzandlarining bu yo'lda badal to'lishini xohlamasligi nima degan achinarliq-a? Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.